ikkinchi marta o'sha olib qolsanglar, avtomatik spespriyon qilib yuboradi. Bu narsani ham bilib qo'yinglar va 2 barobar shtraf to'lattiradi. Biz Zaltoy kanalidan qarzimiz bor. Ketishda nima bo'ladi? Aeroportda Amina so'raydimi? Oxir mahallari metrolarda so'rayapti. Deport bo'lgansiz, vaqtida ish ketmadingiz. Nafaqat aeroport Vunukoda, barcha aeroportlarda agarda siz patentingiz bo'lsa, registratsiyangiz tugagan bo'lsa, через Amina orqali registratsiya qilgan bo'lishingiz kerak. Videodagilar uchun foydali reklama. Shuhrob aka, aynan ushbu klinikangizda qanday xizmatlar ko'rsatiladi musofirlar uchun? Sankt-Peterburg shahrida 3 ta filialimiz bor. Hozir stomatologiyadamiz. Bu yerda tish olish, tish qo'yish, implantatsiya, plombalar, tishga taalluqli hammasi. Undan tashqari mnogo profilli klinikamizda terapevt, kardiolog, lor, urolog, xirurg, ginekolog, xirurg, ayollar uchun ayol vrachlar, erkaklar uchun erkak vrachlar. Детский stomatologiya ham bor. Xuddi детский pediatrimiz ham bor, детский stomatologimiz ham bor, ayol stomatologimiz ham bor. Urolog, xirurg обрезание ham qiladi. Xatna amallarni bemalol bajaramiz. Agar sizlarga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, akamizni aloqa qilsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Oxirgi mahal Hayotbek aeroport Vunukodan video qilmayapsiz degan jigarlar uchun ko'p turganlarda bugun 30-sentyabr aeroport Vunukoga yetib keldim. Bugun sizlarga har doimdek manfaatli video qilib beraman. Shu videoda maksimal darajada O'zbekistonga ketmoqchi, O'zbekistondan kelmoqchi bo'layotgan musofirda yurgan aka-ukalarimizga albatta tarqatib qo'yinglar. Pastda bir hafta u yoqda Vunukodan video qilmaganmiz, juda ham ko'p savollar bo'libdi. Hayotbek deport bo'lganmiz, lekin vaqtida ish ketmaganmiz. Aeroportdan отпечатка olyaptimi? Biz Zaltoy kanalidan qarzimiz bor. Ketishda nima bo'ladi? Отпечатка olayotgan bo'lsa, bizga nima minusi bor va plusi bor, shu haqida ayting degan juda ham ko'p savollar va bunga qo'shimcha aeroportda Amina so'raydimi? Oxir mahallari metrolarda so'rayapti. Shu haqida iltimos qisqacha informatsiya bering uka deb juda ko'p inson yozgani uchun imkon qadar qo'ldan kelsa sizlarga manfaatli video qilib berishga va ushbu savollarga video tarzida javob berishga harakat qilaman. Har doimda bitta like bosing. Agarda savolinglar bo'lsa, shu videoni kommentariyasiga yozib qo'ysanglar, keyingi videoda sizlarga albatta video tarzida javob berishga harakat qilaman. O'zbek Migratordan bilet olish uchun ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar va sizlarga qisqacha qilib tushuntirib o'taman. Aeroport Vunukoga keldingiz. Deport bo'lgansiz, vaqtida ish ketmadingiz. Bilasizlar, endi aeroportlarda sotrudniklar baribir tekshiradi. Dokumentingiz yo'q bo'lsa, salomatligini qilasiz, ketaverasiz. Ucha strashniy narsa emas. Mabodo ko'cha-kuyda ikkinchi marta o'sha olib qolsanglar, avtomatik spespriyon qilib yuboradi. Bu narsani ham bilib qo'yinglar va 2 barobar shtraf to'lattiradi. Nafaqat aeroport Vunukoda, barcha aeroportlarda agarda siz patentingiz bo'lsa, registratsiyangiz tugagan bo'lsa, через Amina orqali registratsiya qilgan bo'lishingiz kerak. Agarda yo'q bo'lsa, shu orqali ham sizlarga salomatligini qildirishga harakat qiladi. Shuning uchun imkon qadar dokumenti, ya'ni registratsiyasi tugagan insonlar bo'lsa, patentingiz bo'lsa, shu Amina orqali cho'tga qo'yib qo'yganlar yaxshi. Necha pul olib ketsak bo'ladi degan aka-ukalarimizga kurs bo'yicha Rossiyadan olib ketadigan pulni $10,000 mumkin. Aynan qarzdorligi bor aka-ukalarimizga tegishli shu joyi. Agar siz Zaltoy kanalidan yoki Molbuloqdan yoki qanday banklardan qarz olgan bo'lsangiz, sudga oshmagan bo'lsa, hech qanaqasi hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni ketishingizda ham siz dokumentingiz bor, yo'qligiga ham qaramaydi. Faqatgina agar sudga oshgan bo'lsa, pasport kontroldan qaytarib yuboradi, shu xolos. Boshqa hech narsa qilmaydi, qamamaydi yoki unda sizga shtraf solmaydi. Prosta biletingizni kuyasiz, qaytarib yuboradi. 2 haftaning ichida to'lov qilganingizdan keyin bilet olishni tavsiya qilgan bo'lardim. Yoki uni bilet olishdan oldin mana shu videoda opsiyasiga kirsanglar, Telegram kanal, silka bor. Ya'ni qarzdorlikda sizga taxt qo'yganmi yo'qmi shu haqida bilib olsanglar bo'laveradi. Shunday gaplar. Kecha kuni Sankt-Peterburgdan video qilganmiz, ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda o'zingiz so'mkangizni o'zingiz o'rab olib kela olmaysiz ekan. 1000 marta Moskvadagi aeroportda yaxshi ekan. Bash tekshirsa ham salomatligini qilsangiz, indamaydi-da, to'g'risi. O'zingiz so'mkangizni o'rasangiz ham bo'laveradi, indamaydi. O'zi strech olib kelib. U yerda 1700 2,5 minggacha o'radi ekan. Men hozir aeroport Vunukoni metro tarafdan kirish holatini ko'rsatib beraman. Hujjatda muammosi bor insonlar albatta ko'rib qo'yinglar. Bu degani har bitta insonni indamaydi yoki unda to'xtatadi yoki to'xtatmaydi degani emas. Faqatgina videomizni manfaatli bo'lishi uchun, hujjatda muammosi bor insonlar uchun va aeroport Vunukodan birinchi marta uchayotganlar uchun osonroq variant, ya'ni havo yo'llariga, Pobedaga, Yutarga kirish holatlarini ko'rsatib beraman. Ko'p turganlarda aeroport Vunuko glavniy kirish joyi hozir telefondan aylantirib ko'rsatishga harakat qilaman. Nasib bo'lsa birinchi bo'lib bizning obunachilarimizdan Qoraqalpog'istonliklar bor mana. Akam bilan aeroport Vunukoda bugun 30-sentyabr sanasida ko'rishib oldik. Nima gaplar aka, nima yangiliklar? Yangiliklar hammasi ishlayapmiz. O'zbek Migratorga obuna bo'linglar, bilet olinglar, ishonchli. Men o'zim har doim sizdan olaman. Rahmat aka, e'tibor hurmat uchun. Bu yerda ishlaysizmi siz? Ha, ishlaydi. Necha pul oylik? Oylik 90 ming beradi, undan boshqa podrobotkasi ham bor. Podrobotkasi. 130 ming, 140 ming chiqadi. Alloh rahmatingizni bersin, barakasini bersin. Hozir paytda qanaqa dokumentdasiz?
Dokument hammasi. Patent. Patent. hamma narsa. Registratsiya qanaqa Amina orqali qo'ydingmi registratsiyadan? Aminosiz ishlatmaydi. Hop, Amina bo'lmasa ishlatmaydi. Aminani qanday ustanovka qildingiz? Registratsiyasiz bormi yo tugayotgan paytdami? Qanaqa holatda bo'ldi? Tugashiga bir 5-6 kun qoldi, keyin bu yerda общагasi o'zlarini o'shanga qo'yib, o'shandan keyin ochdim. Qarang, hamma yo'q yaxshi. Bu yerda sotrudniklar o'zlari tekshirgan paytda chiqdi. Qiyinchilik yo'q. Nima deysiz? Aeroport Unukoda Amina so'rayaptimi yoki registratsiya, hozir registratsiya so'rayaptimi? Qanaqa fikrdasiz? Men o'zim ishlayapman, shu Amina ko'pincha Ko'pini so'raydi. Tushunarli. Akalar, shuning uchun haqiqatdan ham Aminani albatta ustanovka qilib olinglar. Agarda rabota degan bo'lsanglar, agar частный, go'sti bo'lsa, registratsiyasiz обязательно bo'lishi kerak. Yo'q bo'lsa ham salom-aligini qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bo'ladi. Shunaqa gaplar. Qarshimas videoda joylasam? Yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Ko'rib turganlaringiz, glавный kirish joyi hamda ikkinchi etajdan ham kirsa bo'ladi. Dokumenti bor insonlar taksida kelsanglar, Primo 2 dan kirsanglar yaxshi variant, dokumenti yo'qlarga sal qarabroq ahamiyat berib o'tasizlar. I metro tarafdan xudo xolasa shu holat bo'yicha sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rib turganlaringiz hammasi yaxshi, xudo xolasa, lekin bu degani har doim ham shunaqa tinch bo'ladi degani emas. Buni inobatga olib qo'ygan. Xo'p, O'zbekiston havoyilaridan boshlaymiz. Babet aviakompaniyasiga bilet olgan insonlar, ya'ni stoykasini juda ko'p inson so'raydi, mana 128 dan 140 stoyka. Aynan O'zbekistonga mana shu joyda Toshkent, Samarqandga reyslari shu yerdan bo'ladi. Iltimos qilaman, rushnoylarga e'tiborliroq bo'linglar. Har bitta o'tadigan odam rushnoyni mana shu holatda tekshiradi. Iltimos qilib qo'ygan bo'laman. Aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz joyidami? Instagramda kuzatib turaman. Rahmat aka. Zakon ma'lumot berganingiz uchun shunaqa qilib keldim. Qalay, yaxshimi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Hujjat tomonmoyingiz bor edi, foydali bo'ldi. Zo'r. Qaysi aviakompaniyaga oldingiz? Pobeda. Registratsiyani o'tdingizmi? Rushnoyda e'tiborliroq bo'ling. Har bittasini ko'rayotgan bo'lsangiz, soldirib o'tkazyapti. Lishni rasot qilib qo'ymang. Foydalimi? Qarshi emasmisiz? Videoga tushyapsiz. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Allohga omonat, siz ehtiyot qiling. Xo'p bo'ladi. Xullas, aka-ukalar, albatta e'tiborliroq bo'lasizlar. Xudo xolsa, har doimda manfaatli video qilib turamiz. Shunaqa e'tibor berib kelayotganlarga rahmat. Ko'rib turganlarda O'zbekiston havo yo'llariga registratsiya bo'ladigan joy. Ya'ni 60 dan 51 stoyka, ikkinchi etajdagi holat bilan bitta biratan turib tozagina aytib o'tganimdek. Instagramga video qo'ydim, mana shu holat bo'yicha metro bilan chiqsanglar, aynan O'zbekiston havo yo'llari hujjat muammosi borlar uchun foydali video qo'yganman. Instagramga kirib ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, 614-reys 20:53 ketar ekan. 32:8 O'zbekiston havo yo'llari va bu tarafda Buxoro Urganchda registratsiyasi bo'lyapti. Bu yerda o'zingiz stressingiz bilan kelib, so'mkangizni xohlagancha o'rasanglar, indamaydi. Ya'ni kechagi kuni Peter bo'yicha video qo'ydimmi? Unamaydi. Bu yerda indamaydi. Hammani so'mkasi ko'p turganlarda o'ralgan. Atak yaxshi demoqchiman. Buxoro Urganch 23:8. Ko'p aka-ukalarimiz vodiyni qo'ymaysan deganlar uchun vodiy ertalab uchadi. Chunki juda ham ko'p aka-ukalarimiz so'raganicha aytib o'tib ketyapman. Mana shu holatda tabloga kelsanglar, birinchi marta uchayotganlar uchun hozir informatsiya qoldiraman. Mana Urganch ko'rib turganingiz pastda Buxoro Yuter bor ekan. Urganchga 51 dan 54-stoyka ko'k yonib turgan stoyka 2 metr bu pasport kontrol, mana pasport kontrol bo'ladi. Bu yerdan kirib ketmaysiz, pasport kontrol bu yerda hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni Urganch 9616 ko'rib turganlarda mana Urganch 9616 mana shu joyda registratsiyasi bo'ladi. Bu yerdan o'tasizda, akam so'mkani topshirib, bilet qo'lingizga olib bo'lganingizdan keyin assalomu alaykum, sog'ligingiz joyidami? Qanaqasiz? Zo'rmisiz? Tinchmisiz? Kanallaringizga zo'r aka, gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Foydalimi? Foydali aka. Men o'zim kuzatib boraman kanalingizni. Aviakasada foydali aka. Gap yo'q, joningiz sog'. Qayerga ketdingiz? Ketgan men akamni olib keldim. Tinchmi? Tinch. Bizga xizmat ham jigan. Nima deb aka? Qarshi emas, video joylaymiz. Sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi. Xullas, so'mkani topshirib bilet olib bo'lganingizdan keyin shu holatda pasport kontrolni bunday qilib ko'rsatib 18 dan 30 yoshga qarab ketishinglar kerak bo'ladi. Men hozir aynan nechta pul olib ketsak bo'ladi, nimalar mumkin degan insonlarga hozir Ziloniy koridordagi qonuniy olib ketadigan miqdorini ko'rsatib o'taman. Videoda shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying jiganim. Hozir Yuter, bu yerda Yuterda to'g'ri video ham qo'yim kelmayapti. Oxirgi marta Instagramga qo'ydim, 1 million odam, oshiq odam ko'ribdi. Yuter haqida o'sha boykot qildim. Xo'p, mana shu holatda sizlarga ko'rsatib beraman. Summa ko'rib turganlarda, endi mana shunaqa qimmatbaho narsalaringiz bo'lsa, bunaqa narsalar to'liq informatsiya mana shu yerda bor. Screenshot qilib olinglar mana.
Sizlar uchun bunday qilib beraman. Ular shunaqa gaplar. Mana shu yerdan kirib ketiladi. Akalar oxirgi mahal biz ham video chiqardi. Mana shu keladigan akalarimizga rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Qayerdansiz? Xorazmdan aka. Xorazmdan. Foydalimi videolar shu haqida gapiring. Foydali aka. Boshlarni kuzatib boramiz aka. Sizdan bir ko'rishda yo'q. Oldingizga keldim. Rahmat. Videoda ukam, akam deydi, meni ham bitta video olib chiqar dedi, chiqaryapman. Shunaqa insonlar kelaveringlar. Qo'ldan kelgancha video qilaveramiz. Aka, sog' bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. O'zbekiston oilalar nomer adini. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kayfiyat. Men maza qilaman shunaqa insonlarni ko'rib turib, kelsa. Akalarim mana. Xorazmliklar bormi? Hammasi ajoyib. Xorazmni qayerdan? Xonqadan. Xonqadan. Gap yo'q. Bugun почти bir hafta u yoqda aeroportga kelmadim. Juda ko'p inson sizlarga o'xshab kelib videoga tushishyapti. Rahmat, shu e'tibor, hurmat. Sizni videolaringizni ko'rib kelyapmiz. Mana bu yoqdan chiqish kerak, u yoqdan chiqish. Bizda Amina yo'qda. Ha, yaxshimi? Xudoga shukr. Qiynalmadinglar? Yo'q, Ko'rdilarmi videomizni? Mana bu yoqdan chiqsangiz proverka. Ha, o'sha taraf. Birovga aytmaymiz. Sekin kirib ko'rasizlar. Gap yo'q, qarshi emasmisizlar video qilganingiz? Yo'q, qaytadan. O'zi aslida salomlashib bo'lib salomlashib ketaylik deb keldim. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatdasan, mana shu biletni bitta bilet qani? 20 tta. Ya'ni u ko'rsatgan bo'yimcha 18:31 ga kirib ketasizlar. Mabodo bilmasalar bu yoqqa kirib ketmanglar. Bu Rossiyaning ichiga. Ertaga men kirib ketaman bu yoqqa. Uni ham videosini ko'rganmiz. Hey, gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Allohga omonat. Ismingiz nima? Og'abek. Og'abek Sevinchbek. Sevinchbek. Sevinchbekni uzatgana chiqqanman. Mana shu bolangiz. Saprojda. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Mayli, sog' bo'lasiz aka. To'g'risini aytaman, salkam bir haftadan beri video qilmaganim uchun o'zim ham juda sog'inibman. Biz obunachilar ham, shu aeroportdan kelgan insonlar, beni tanigan insonlar ham ko'rib ular haytaga video qiling deb juda ham iliq fikrlar va o'zini minnatdorchiliklarni bildirishdi. Alloh rozi bo'lsin, shunaqa paddashga qilib tursanglar, Kamina kamtarim doim sizlar uchun hamisha harakatda bo'ladi. Shu kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shunday obuna tugmasini ezib qo'ying aka. Alloh rozi bo'lsin. Bosib qo'ygan bo'lsangiz, layklarni unutib qo'ymaysizlar. Har bitta fikringlar, har bitta yozayotgan pozitiv, negativ men uchun juda ham muhim. Endi o'rinli negativ bo'lsa men qabul qilaman, lekin so'kinishimga yo'q. Ha akalar, omma bog'i ham borlar. Sog' bo'linglar, Alloh yomonasizlar. Keyingi video qaysi aeroportdan bo'lsin, albatta yozinglar, men harakat qilaman sizlar uchun manfaatli video qilib berishga. Sog' salomat bo'lasizlar.